Sin Shuangdi. Bu nom Sinning birinchi imperatori degan ma'noni bildiradi. Bu unvon Xitoyda birinchi markazlashgan imperiyani yaratgan va imperatorlik tizimini joriy etgan Sin hukmdori Ying Chenga tegishli. Ying Chen Sin davlati taxtiga chiqqanda Xitoy butunlay bo'linib ketgan, ya'ni bir-biridan farqli madaniyatlarga ega 7 qirollik mavjud edi. U podshosi bo'lgan Sin davlati esa harbiy va boshqaruv tizimi jihatidan eng kuchli davlatga aylanayotgan edi. U 13 yoshda taxtga o'tirgan bo'lsa-da, haqiqiy hokimiyatni 22 yoshda qo'lga oldi va barcha raqib davlatlarni bosib olib, birinchi Xitoy imperiyasini yaratishga kirishdi. Sin Shuangdi imperiyasi hududini 36 viloyatga bo'lib, ularni imperatorga bevosita bo'ysunadigan noyiblar asosida boshqardi. Yagona yozuv tizimini, o'lchov og'irlik birliklarini, pul tizimi hamda yo'l va arava o'lchovlarini standartlashtirdi. Shuningdek, u Konfutsiy ta'limotga asoslangan kitoblarni yoqtirib, qat'iy huquqiy tartibga ega boshqaruvni kuchaytirdi. Imperator shimoliy chegaralarda ko'chmanchilarning hujumlaridan himoyalanish uchun Buyuk Xitoy devorining ilk qismlarini qurdirgan. Shu bilan birga Sin Shuangdi o'zi uchun insho ettirgan 6000 ta sopol askar bilan qo'riqlangan maqbarasi bilan esa eng mashhur hukmdorlardan biriga aylandi. Biroq Sin Shuangdining qattiqqo'l siyosati va og'ir soliqlari xalq orasida norozilikni kuchaytirdi. U vafot etgandan so'ng Sin sulolasi tezda inqirozga yuz tutdi va miloddan avvalgi 206-yilda qulab, Xitoy Han sulolasining hukmronligiga o'tdi. Shunga qaramay, Sin Shuangdining islohotlari Xitoy tarixida muhim o'rin egallab, keyingi imperatorlik an'analari uchun asos bo'lib xizmat qildi.